Dollar haqida tezkor xabar, ogoh bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosing. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib ogoh bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 17-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra yevro kursi 55,38 so'mga pasaydi va 14.178,50 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli kursi esa 0,92 so'mga tushdi va 153,92 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 72,68 so'mga tushdi va 12.160,99 so'mni tashkil qildi deyilgan xabarda. Hurmatli do'stlar, xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.